Butun umr to'lmaydigan kanalizatsiya haqida eshitgansizlar do'stlar. O'zbekistonda trendga bu narsamiz chiqib bo'ldi. Lekin buni ishlash tartibi, necha yilga garantiya berishadi, ko'pchilik bilmaydi. Bugun biz do'stlar Namanganga yetib keldik. Videoda oxirigacha ko'ringlar. O'zbekiston bo'ylab ustanovka dastavka bor, albatta kelishgan holatda. Bu akalarimiz ya'ni 50 yilgacha garantiya berishadi. Xo'p, o'zi 50 yilga nimasiga garantiya berishadi? Qatdan qatgacha ustanovka qilsa bo'ladi. Kanalizatsiya yo'q joylarga ustanovka qilsa bo'ladimi? Sho'rlaydigan, zaklaydigan joylarga qilsa bo'ladimi? Bularimizga o'zi nima qiladi? Bu odamni suvni qanaqa qilib odamni axlatini suvga aylantiradi, necha foizga aylantiradi? To'liq ma'lumotni bilgani biz hozir Shokat akaning joyiga yetib kelganmiz. To'liq ma'lumotni endi akamiz onamiz. Assalomu alaykum Shokat aka, charchamang. Sizlar yaxshimi? Xudoga shukr. Aka, mana O'zbekistonda hamma bilib bo'ldi. Agar bizni ko'rayotganlar, ya'ni begonalar yoki bilmaganlar, bilmaganlar bo'lsa, ya'ni qo'shni Qirg'iziston, Tojikiston yoki SNG bo'yicha bilmaganlar bo'lsa, videoda oxirigacha ko'rsa tushuntirib beramiz. Tushuntiramiz albatta. Xudo xolasa. Xo'p, aka, buni o'zi asosan qatlarga ustanovka qilinadi. Buni hojatxonada muammo qilib, misol uchun ko'p yillarda haligi zak chiqib ketadi, hojatxonada har xil muammo bo'lib qoladi-ku, zak, sho'r, shunaqa chiqib ketadigan joylarga suv chiqadigan joylarga o'rnatsa, navorot yaxshi ishlaydi. Shuning uchun suv bizga suv chiqib ketadi, o'rnatsa bo'ladimi deganlarga ham tavsiya qilamiz. Xudo xolasa yaxshi effekt berib, mana 5 yilda ham yaxshi ishlab turibdi. Qilgan joylaring bor. Bor. Xudo xolasa Qirg'izistonga, qo'shni davlatlarga ham qilib turibmiz, zakazlarni olib turibmiz. Xudo xolasa yaxshi bo'lib turibdi. Yaxshi bo'lib turibdi. Xudo xolasa yaxshi. Pampers, salapan tushib ketmasa ishlayveradi. Naboda ishlab tushib ketgan taqdirda fajarni xodi bor, fajarni xodidan bemalol olib tushaveradi. Olib tushsa bo'laveradi. Bo'laveradi. Do'stlar, ahamiyat berib qo'yinglar. Batta og'zi 2 ta, xolasani 3 ta tochka qilib berishadi. 3 ta tochka qilib beriladi. Xo'p, bu tochkalarimiz nima vazifa bajaradi aka? Bundan axlat tushadigan bo'lsa, ikkinchi tochkamiz pajarni xod bo'ladi, pajarni xod. Uchinchisidan dimoxod uchun ochib beriladi. Ko'pchilik beni ochib bermang-ku, drenajdan qo'yib bering deyiladi. Biz shuning uchun qirg'oqda drenaj bo'ladi, drenaj shu yerga dimoxodni qo'yib beryapmiz. Dimoxod qo'yib beryapmiz. Dimoxod qo'yib beramiz. Xo'p, yana bitta narsa, endi o'zbekchilik aka, ko'pchilik bizga aytadiki, oshxonaniki alohida tushsin, tualetni alohida tushsin, pajarni xod qilib ber. Uni ham qilib berilaveradi. Uni ham qilib berilamiz. Bu muammosi yo'q. Muammosi yo'q. Oshxonanikini, ko'hnanikini tashib bersinsa, mana shu yerdan tashib, uchinchi xodga tashib berilaveradi. Xudo xolasa. Xo'p, endi aka mana bularni aytyapmiz, qisqacha qilib aytdik. Odamning axlatini qanaqa qilib 99% gacha suvga aylantirib beradi buni? Bu odamning axlatini birinchi vriyazga tushgandan keyin bu yerga maxsus bakteriyasi bor. Xonadonlar uchun 5 oyda, 6 oyda bir marta tashlab turiladi. O'zi yeb, tennisga suv qilib, ikkinchisiga o'tkazib, uchinchisi 95% qilib suv qilib, drenaj qilib suv ta'kirladilar. Naboda suv yo'q yerlarda bo'lsa, ekinga qo'yib bersa ham bo'laveradi. Ya'ni mana shunaqa joylarni o'g'it o'rnida ishlatsa bo'ladi. O'g'it o'rnida ishlatsa ham bo'ladi. O'g'it o'rnida ishlatsa bo'ladi. Bo'lmasa mana shunaqa sheven tashab berilsa, yig'ilsa sheven tashab beriladi, sheven darajada bo'lib, pastga kiritiladi. Ya'ni yer ham boradi. Yer ham bo'lsa, hali balchiqqa o'xshab sasi bunaqa narsalar bo'lmaydi, xudo xolasa. Bu adashmasam eng kichigi, shu yerga. Eng kichigi 3 tonnaligi bu xonadonlar uchun 5 kishidan 15 kishigacha odamni uspet qiladi bir kunda. Bemalol yetkazib beradi. Bemalol yetkazib beriladi. Yetkazib beriladi, xudo xolasa. Xo'p, nimaga 50 yil garantiya berilyapti desa, shu yerdagi bunimiz materiallari nima bo'ladi? Bu shisha toladan bo'ladi. Bu 50 yil garantiya beramiz. O'zi 100 yilga garantiya bersa ham bo'ladi. Chunki bu zanglamaydi, chinimaydi, sinmaydi. Buni materiali shunaqa shisha tolaga o'xshagan narsa. Gapi. Endi buni asosan tushunadigan akalarimiz Rossiya, Yevropada ishlaganlar juda yaxshi tushunadi aka. Rossiyalarda juda ommalashib bo'lgan narsa bo'ladi. Ya'ni agar Rossiyada yoki chetda ishlaydigan akalarimiz bo'lsa, kommentda fikringizni qoldiring, chunki ko'p joy shundan foydalanadi Yevropada. Chunki hatto zak yo'q, balchiq yo'q, shuni hisobiga qilingan. O'zi Rossiyadan o'rganib kelgan. Rossiyadan kelgan bu texnologiya. O'zi ham o'rganib. Shuning uchun xonadonlarga, oshxonalarga, choyxonalarga, domlarga shuni qilib beriladi. Xo'p, aka, endi men ustanovka qilmoqchiman. Joyimni qanaqa qilib tayyorlab berishim kerak sizlarga? Joyini nima qilib berishim kerak? Joyini kovlatib berasiz. Kovlatib bergandagi shebenka 3 kuba, mana bunga bo'lsa 3 kichkinalarga, xonadonlarga 3 kuba sheben to'kib beriladi. Truba drenajga. 2 marta plastmassa truba, 100 lik trubadan uyda egalari qo'yib beriladi. Biz borib montaj qilib o'rnatib ishga solib, agar tayyor bo'lsa ishga solib ulab beramiz. Ulab beriladi. Xo'p, aka, bularni aytdik. Endi mana bir xilgi joylarga bor, kanalizatsiya trubasini yetib bormagan. Chekka joylarimiz bor. Yoki biz qo'shni davlatlardan ko'rayotgan bo'lsa, shunaqa kanalizatsiya trubasi kelmagan. Kanalizatsiya truba kelsa ham bir xilga uklon muammo bo'ladi. Bunda uklon muammo bo'lmaydi. Yer tagiga ulab. Bunda
har xil uklon, misol uchun pastda baland kelib qolgan bo'lsa, uni uklonni olib, uni holatiga qarab tushirib, tepaga chiqarsa chiqarsa bo'laveradi. Ya'ni regirovka qilish. Regirovka qilsa bo'laveradi. Muammosi yo'q. Yo'q, muammo yo'q. Muammosi yo'q. Ilgarigi tochka qilgan misol uchun, ya tepada kelgan, ya pastda kelgan, buni regirovkasini qilib tashlab berilaveradi. Muammo qilinmaydi. Muammo qilinmaydi hech qachon. Aka, endi mana men bitta o'zim ustanovka qilman. Qo'ni-qo'shnilarim bor yoki katta domlar bor. Domlar bor, o'shanga bir 50 kishi yoki mana 1000 kishi yoki 500 kishi yashaymiz. O'shunaqa joylarga ham qilib beraverasizmi? Qilib beramiz. 50 tonnalik, 90 tonnalik xonadonlarga, masalan, bitta domda 70 kishi yashaydigan bo'lsa, 70 ta xonadon. 70 ta xonadon bo'ladigan bo'lsa, 50 tonnaligidan qo'yiladi. O'sha ispit qiladi. Oshxonalarga bo'ladigan bo'lsa, 10 tonna, 20 tonna, 5 tonnalik bachuklarimiz tayyor. Tayyor qilib Tayyor. Demak, liboy domchi quruvchi akalarimiz ham bemalol aloqaga chiqsa Bemalol bo'laveradi. aloqaga chiqsa, kanalizatsiya muammosini hal qilamiz. Hal qilib beriladi. Hal qilamiz. Hidroyi chiqmaydi. Hid xush bo'lmaydi. Nega javob beradi? Javob beramiz. Chunki unga hid xush bo'lmasligining sababi mana shu narsalar. Mana shu narsalar, bakteriyalarimiz xonadonlar uchun 6 oyda bir, 5 oyda bir bitta tashab qo'yiladi. Shu bilan muammo yo'q. Mana bu bakteriyalarimiz bor, bular damashniy. Mana bu parashoklarimiz bo'lsa, bakteriyalarimiz u xonadonlarga damashniy. Damashniy xonadonligi. Ya'ni yer tualetlarga. Yer tualetlarga. Ha, jaydari tilda aytganda. Jaydari. Mana biz bakteriyalarimiz turi ko'p. Mana bunaqa turlar, har xil turlari bor. Bular tosh deb, temirni ham yeydi. Ha, liboy narsa. Faqat shisha to'lan yemaydi. Shisha to'lani yemaydi xolos. Salafan, pampers bilan. Salafan, pampers tushib ketmasa, bu ish ko'rsatmaydi. Chunki buni sababi, buni teshigi bor, o'z tushganligi kanalga o'tadigan, o'shani bekitib qo'yadi. Agar nabog'da bekitib qo'ysa, mana shu pajarni xod, mashidan tortib tashlasa, muammo yo'q ishlayveradi. Gap yo'q. Bemalol ishlayveradi, xotirjam ishlayveradi. Gap yo'q. Xo'p, endi narxiga keladigan bo'lsa, eng kichigi o'sha 5 kishilikdan 15 kishilikgacha o'tganingiz narxi? Vodiy bo'ylab bo'lsa, 8 million so'm. O'rnatib beramiz. Vodiydan tashqari kelishilgan holda. Ha, dastlabki ustanovkasi ichida, vodiy bo'ylab. Vodiy bo'ylab ichida o'zimiz olib borib o'rnatib berishimiz 8 million so'm. Sizni obunachilaringizga 1 yillik bakteriyasini tekinga beramiz. Ha, bonus. Bonus qilib beramiz. Ha, ya'ni misol uchun men 5 kishilikda olsam, 5000 kishilikda olsam, 1 yillik bakteriya bonus. 1 yillik bakteriya bonus. Gap yo'q, xudo xolasa. Kelib ko'rib olaman yoki hamkorlik qilaman deganlarga biz turgan joy? Namangan tumani Toshbuloq shaharchasi. Orientirimiz masjidimiz bor. Toshbuloq masjidining Kalsovoy yonida. Xudo xolasa 100 metr, 200 metr bo'lsam, pastdagi nomerlarga aloqaga chiqsanglar, to'liq ma'lumotni akalarimiz berishadi aka. Xudo xolasa. Menimcha amaliyotda aytdik, qolib ketgan savol. Aytdik, mana bakteriyalarda aytdik, xudo xolasa hamma turidan bor. Bakteriyalarga ham aloqaga chiqishaveradi bemalol, yetkazib berib, ishiga javob berib, o'zimiz dastlabki qilib beramiz. Gap yo'q, holda narxini qilib. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.